Kasetlar ochiladi. Assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Charchamasizlar? Sanjar aka nima gap? Assalomu alaykum xo'jazlar, ko'rmasa rahmat katta ro'zati. Yaxshi o'tsin, operatsiya omad rahmat katta. Kunlar fayzi barakotli bo'lsin. Yakshanba kuni qanday o'tyapti? Charchab qolmayapsizlarmi ishlari bilan? Kimlarmi yangiliklar? Hozir yengillab turibsizlarmi? Yangi hayotga harakat qilyapsizlar, charchamayapsizlarmi? Ramazon oyi yakunlanib qoldi. Skidkada o'rganlar maza qilib operatsiya qildirish bo'lishyapti arzon narxlarda. Harakat qilib kelib operatsiyani o'tkazib olinglar. Alhamdulillah. Planabek. Kasetlar yangi ochilyapti. Do'ngida hozir. Bir 110 kilogramm bemalol og'irliklari. Yana bitta ochib bersangiz. Kasetlar yangi ochilyapti, jild. Qozonni kesib tashlaymiz shu kasetlar bilan. Qobiljon qalaysiz, Begzod qalaysizlar? Ko'rganingizdan xursandmiz, rahmat katta. Biz yaxshimiz, o'zingiz qalaysiz opa? Ozib turibsizmi? Yengillab turibsizmi? Yengillab turibsizmi? Necha kilometr bo'ldi? Bizdan 80 qoldim, zo'r-ku. 26 kilogramm, 36 kilogramm hozir turadi. Yo, 20 36 kilogramm hozir. 5 oyda 36 kilogramm. Ashcha zo'r natija. Oyiga 36 ni 5 ga bo'lganimizda 7 kilodan ketyaptilar. Chotki yo'qlar, rezultat zo'r ko'z tegmasin. Zulfiya opa, agar fitness qilib yurganingizda hozir necha kilogramm ozgan bo'ladingiz 5 oy ichida opa? Operatsiya qildirmasdan.
Narx-navolar bo'yicha pastda nomer qoldirib qo'ydim. Screenshot qolinglar. Efir tugagandan keyin telefon qilib ma'lumot olsangiz bo'ladi bemalol. Necha soat ketadi operatsiya? Operatsiya yarim soat 40 minut atrofida bo'ladi. Hozir oshqozonda char yog'lardan ajratilyapti. Endi keyin oshqozon kesishni boshlaymiz xohlasa. Bo'lmaydi. Travma bo'ladi. Assalomu alaykum. Shu kuni yaqinda ko'proq qo'lni sohada shu operatsiya to'g'ri keladimi? Yo 71 kilo uchun operatsiya to'g'ri kelmaydi. Agar bo'yingiz uzunligi 1.50 bo'lsa, operatsiya kerak bo'lsa bo'ladi. Agar bo'yingiz 1.60, 1.65 bo'lsa, o'sha befoyda operatsiya yordam bermaydi sizga. Operatsiya qilib bo'lmaydi yani. Yonidagi kim? Ko'rsting. Mana shu yerda. Operatsiya ko'rgani kiribdi, qiziqib so'rayaptilar. Ishlatilayotgan kaseteri germanskiy kaset aka. Shahboz aka. Kasetalar xohlasa chotki sifatiga kafolati bor inshaalloh. Shular yordamida oshqozon kesiladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz opa? Salomatmisiz? Maryam xonam, savollaringiz bo'lsa, meni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Sizni o'qib turibman. Qurolimiz tayyor deb qo'ydik. Shu yordamida oshqozon kesiladi. Bu tagi Kavajan firmaniki, amerikanskiy. Uchidagi kesadiganimiz Germaniyalik. Aka, Telegramda sizga yozdim. Bo'ldi, Shahboz aka, xudo xolasa keyin sizga javob berib qo'yaman. Shahboz aka, albatta. Operatsiya ketyapti, xudo xolasa. Shoshilmay, o'rtacha tezlikda ishlaganimizda ham yarim soatda qilamiz operatsiyani. Agar tezlik ishlariga olmasak, bu mana 10 minut 15 minutda basalab bo'lsa kerak. Lekin shoshmaymiz, imkoniyat boricha sekin, jarohat yetkazmasdan, qon tomirlashga solmasdan bir xilda sekin ishlanadi. O'rtacha yarim soatda bo'ladi. Oshqozon qisqartirish operatsiyasi. Operatsiyadan keyin necha oydan normal holatga yeyish mumkin. Tamanno. Agar yeyish xohlasangiz operatsiya qildirmang, yeb yuravering. Operatsiyadan keyin 1 yilgacha yeyish bilan bog'liq muammolar bo'ladi. Ovqat ko'p yemaysiz, yeysiz, choy to'rvadan keyin hamma narsa yeysiz, lekin ko'p ovqat yemaysiz. Ozgina yeysiz, qoringiz to'yib qoladi. O'sha hidiga to'yib qolasiz-ku. Shuni hisobiga vesingiz tez ketadi. O'zingiz xohlagan normadagi standart vesgacha olsangiz bo'ladi. Masalan, bo'yingiz 170 bo'lsa, 70 kilo siz uchun norma bo'ladi. 70 kilogacha olsangiz bo'ladi. Misol 30 kilo, 40 kilo ves bemalol ketadi. Mana tepada yuqorida ham bemorimiz yozdilar. 38 kilo vesi 5 oyda ketibdi. 38 kilo. 118 dan 80 ga tushib turadi. O'sha oyiga 7 kilodan degani bu. Agar
ko'rayotgan bo'lsangiz tepada yozib qoldirganlar xabarlarni o'qisangiz bo'ladi. Faqat oshqozon kesasizlarmi yo boshqa operatsiyalar ham qilamiz. Qandli diabet davolash uchun oshqozon shuntlash operatsiyasi, qorin sohadagi rejalar bo'lsa ularni ham bartaraf qilamiz. Undan tashqari plastik operatsiyalar ham amalga oshiriladi klinikamizda. Oshqozon 70-80% qisqartiriladi opa. Shunda o'zini haqiqiy normasi bo'yicha bo'ladi. Shu ko'rsatilgan standart bo'yicha uni xohlagan joyingizdan kesib bo'lmaydi. Kimdir aytadi-ku, ozgina kessa bo'ladimi yo unaqa narsalar o'zini ko'rsatmasi bo'yicha 70-80% qisqartiriladi. Sahifada oshqozon haqida, hajmi haqida video bor lentada. Kirib ko'rsangiz bo'ladi, oxirida turibdi. Ismoilbek o'zlari oshqozon haqida ozgina ma'lumot berganlar. Yeyishni o'ylamay yeyolmaysiz, ozgina yeysiz to'yasiz, bo'ldi shunday. Bo'y 75, qancha o'z to'xtaydi. Bo'yingiz necha? Bo'yingiz uzunligi. Bo'yingiz 1.75 mi? O'zi operatsiya qilib bo'lmaydi. Bo'y 75 tushunmadim. Aniq yozing 0720. Nega hamma qorin teshilgan? Shu yerdan qilinadi-da. Mana shu teshiklar yordamida tushib operatsiya amalga oshiriladi. Agar buni ochiq usulda qilinadigan bo'lsa, mana yuqoridagisidan boshlab, mana yuqoridagi qismidan boshlab, pastdagi qismigacha kesib qilishga to'g'ri keladi. Shu teshiklar bilan bemor qisqa muddatda oyoqqa turadi. Biz operatsiyadan keyin 3-4 soat ichida turib harakatlanishi mumkin. 5-6 soat reanimatsion nazoratda bo'ladi. Keyin palataga olib tushadi. Palatada 2 kun bo'lib, shu bilan uyga ketish mumkin. Bu kam jarohat bo'ladi, tez bitadi bu choplar. Shuning uchun shunaqa teshiklar yordamida qilinadi. Ismoilbek egasigadan salom deb qo'ying. Rahmat aytamiz hozir. Savolimga javob bering. O'ktamova. Opa, nega? O'ktamova. Opa, siz savolingiz menga kelmay qoldi. Imkon bo'lsa boshidan yozing. Ozish to'xtamasa-chi, unda nima bo'ladi? Ozish to'xtaydi. Ozish to'xtash uchun o'zini ko'rsatmasi bo'yicha qilish kerak. Agar vesi kam holatda operatsiya qilinsa, ozish to'xtamaydi. 25 kg shu tana vazn indeksi mos bo'lsa, vazn to'xtaydi. O'zini yo'l-yo'lagi bo'yicha qilinsa, to'g'ri bo'ladi. Tana vazn indeksini hisoblash kerak edi, shunga qarab chiqadi. Ayol kishi operatsiya bo'lgan bemor ayol kishi. Bo'yim 1.75, vaznim 100 kg. Endi to'g'ri javob yozdim. 25 kg vazn bilan operatsiya qildirsangiz bo'ladi. Massa indeksi 33 chiqadi. Bemalol ko'rsatma bor. Agar tabiiy yo'llardan yordam bermayotgan bo'lsa, ozolmayotgan bo'lsangiz, operatsiya qilib bersak bo'ladi. Necha oy non mumkin emas. Operatsiyadan keyin non yeyish masalasi. Operatsiyadan keyin non yeysiz bo'ladi. Non o'rniga glyukotensiz mahsulotlardan non tayyorlab yeysiz. Shunda ozish uchun foydali bo'ladi. Bemalol ozisiz. Nonni shu glyukotensiz, misol uchun moshdan, grechkadan shularni o'tib, blender qilib duxovkada pishirsangiz non bo'ladi. Shularni yeysiz bo'ladi bemalol. O'sha 1,5-2 oydan keyin siz bo'ladi bemalol shunaqa qilib. 1 oydan keyin siz ham bo'ladi. Allohjon sog' bo'lsin, rahmat katta. Ya nondan meduza shart emas, shunaqa non glyukotensiz non tayyorlab yesa bo'ladi. Morojen semirtiradimi? Albatta, morojen semirtiradi, chunki tarkibida shakari juda ham ko'p bo'ladi. Shakardan tashqari mazali bo'yicha qo'shimcha siroplar, boshqa narsalar qo'shiladi. Shuning uchun bir yarim oy bo'ldi Ismoilbekka qildilar. Bo'ldi, zo'r-ku O'ktamova. Qancha rezultat bo'ldi? Qanaqa rezultat bo'ldi? Shuning uchun so'rayapsizmi non yeyish haqida? Assalomu alaykum.
Keyinchalik semirib ketmaslik uchun nima qilish kerak? Keyinchalik semirib ketmaslik uchun to'g'ri ovqatlanish tartibiga amal qilish kerak. Sog'lom turmush tarziga porsiyalarni ko'paytirmaslik kerak. Misol uchun qorningiz to'ydi, tabiiy tagida qolyapti, keyin shuni ham yeb qo'yay deymiz. O'zbekchalik hech narsalarni yemaslik kerak, to'xtatish kerak. Shunda oshqozonimiz katta bo'lib ketmaydi. Nariz? Chokla qonlar chiqmagan holatda Abdulaziz aka maqtanib qo'yaptilar ishlarni. Qon chiqarmayman deb qo'y. Qonlar chiqarmasdan ichkari juda ham chiroyli, toza, qonlar chiqmagan. Bu ishlagan kassetlarni bekitib yubormaytirgan, video qilamiz Usmonlik aka tushuntirib berdi. Semirib ketmaslik haqida ma'lumot tushuntirdim. Bekor ko'zga qobiljon ish qilib, menda ham promoy qilmaganmidingiz? Adolat opa, promoy qilganmiz. Sizlar bilmadim, esda yo'q, qilganmiz aka. Bemor yuzi ko'rmaydi, albatta qaysi bemorligi bilinmaydi opa. Vaznni aytiradi xolos. Xavotir olmang. Shunda necha oy normada kelaman. 25 kilo vaznni oyiga o'rtacha 5 kilodan hisoblaganingizda ham 5 oyda normaga kelasiz. 5 kilodan ko'p ozaysiz. 3 oy, 4 oylarda zo'r qomatga kelasiz. 25 kilo vazndan qutulish uchun. Sizni uyingizda operatsiya bo'lganlar juda ko'p. Hozir lentada video bor. Bunaqada ko'ring, hali istoriyaga ham olib qo'yaman. Sizdagi vesta qildirishdi bir kishi. Zo'r ozishga. Operatsiya og'riqli bo'ladi. Albatta operatsiyadan keyin og'riqli bo'ladi. Yo'q deb oldamayman. Nazoratda bo'lasiz, og'riq qoldiruvchilar qilmadan. U hamma har xil his qiladi og'riqni. Kimdir og'rimadim deydi. Mana kecha kuni birinchi bo'lgan kecha ham promo efir qiluvdik. U aka og'riqlarni bilmadim deydilar. Yaxshiman, zo'r yuraman, ertalabgacha og'ridi deydilar. Bitta og'riq qoldiruvchi qildi deydilar. Yaxshiman dedilar. U hammada har xil. Eng zo'r joyini ko'rsatamiz sizlarga. Oshqozon olamiz hozir. Yo'q, javob bo'ldingizmi? Oshqozonni olib bo'lish biz ba'zida o'qib ekranga qaramayman-chi. Bemorda olingan oshqozon. Odam to'yganini his qilmasa, odam to'yganini his qilmaydi emas, odam to'yganini his qiladi, zo'r ochligini his qilmaydi. Maryam opa, ochlik hissi bo'lmaydi. To'yganingizni zo'r bilasiz. Srazi bitta piyolada ovqat yeganingiz ham bitta kosada to'yib mazaqa ovqat yegandan keyin to'qlik hissi bo'ladi. Undan xavotir olmang. Hurmatli doktor, ozib ketaverishdan qo'rqaman-da. Xo'p, 0720 ozib ketmasligi uchun tavsiyamizga amal qilasiz. 1 yil davomida nazoratda bo'lasiz. Xudo xolasa ozib ketmaysiz. Sizdan vissa jicha kamroqlar ham qildirishyapti. Adolat opa 26-fevralda 112 kilogramm bo'ldim. Zo'r ketyapti ekan. 1 oyda mana o'sha 10 kilo, 11 kilo o'z ketibdi mana. Rahmat. Bu kichkina dirnash qo'yilyapti. Bu dirnash bir kun turadi, operatsiya bo'lganlar bilishadi. Ertaga ertalab olib tashladi xohlasa. Buni qo'yilishidan sabab bu yerda kesilgan joylardan sel chiqishi mumkin. Qonmas sel, shular chiqib ketadi. Shuning uchun qo'yiladi. Ertaga ertalab olinadi bular. Narxi haqida ham tanishtiring. Pastda telefon nomeri yozib qo'ydim. Efir tugagandan keyin telefon qilsangiz, albatta narxi haqida tushuntirib beraman. Narxi hammaga bir xilmi? Hammaning o'zi har xil-ku. O'ziga yarasha tekshirishlar bo'lishi mumkin. Bu narx alohida individual bo'ladi, lekin imkoniyat darajasida yordam beriladi. Men 4 oyda 25 kilo vez tashladim. Kam emasman. 4 oyda 25 kilogram juda ham yaxshi vez. Pashta 5 kilo, 6 kilodan to'g'ri kelyapti. 24 kilo bo'ladi 6 kilodan. Zamir opa zo'r ozibsiz. Operatsiya necha soat bo'ladi? Operatsiya yarim soat bo'ldi. Juda tugatdik mana chiqib oldimda. Operatsiyadan chiqildi. Tashqariga chiqildi. Endi bu choklarni tikamiz endi hozir. Svet yoqib qo'ysa qarshi emasmisizlar?
Bekzod aka. Bemorni verslar 110 kilo edi. Bemor moylarni olmaydimi? Yo'q, moylar olmaydi. Moylar ichida qolib o'zi sekin ketadi. Lekin ko'pchilikda shu muammo bor, teridagi yorilishlar. Abdulaziz akani ijoddalar. Operatsiyaning kulminatsion nuqtasi. Bitta kim telefoni bor? Ismoil aka, kassetalar haqida ozgina ma'lumot qilib bering. Kechagina oshqozon haqida ma'lumot qilib qo'ydik. Yaxshi qabul qilishdi. Endi kassetalar haqida, ya'ni nima qiladi, qanaqa bajaradi, shu haqida ozgina ma'lumot bersak, kuzatuvchilarga 30 odam kuzatyapti. Shunga qirchatga yo'qmi? Qirchatga yechib oldik. Bitta to'qaylik. Hozir olib kirish. Kuzatishga davom etib turinglar, endi kassetalar haqida ma'lumot beramiz sizlar uchun. Ishlatilmagan instrumenting bor. Qani, asmatlar ko'rsatilgan. Bo'ldi. Savol bo'lsa yozib qoldiringlar, hozir o'qiymiz. Hammaga assalomu alaykum. To'xtab turing. Hozir shoshmay turing. So'zaro qolay. Bekzod menga sotib kassetalarni o'z sog'lig'iga befarq bo'lmay bizni kuzatishda davom etayotgan do'mboqlar va ozish uchun harakat qilayotgan insonlarga javoblar aytamiz. Biz ishlatayotgan kassetalar o'ziga yarasha o'tira olsam ustoz bo'lsalar, o'ziga yarasha shakl va turlari bor. Bu kassetalarni turlari ishlab chiqarish xizmatiga qarab narx-navolar oshadi. Eng oddiy kassetalar arzon bo'ladi o'ta. Shu hisobiga operatsiyalar xarajatidan kelib chiqqan holatda amaliyot osonlashishi mumkin. Lekin bu riskovli xavf bo'ladi. Ertaga amaliyotdan keyingi kechadigan davrda asoratlar bo'lib qolmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. O'z bilasizki, sifatli jihoz, sifatli matoh deymizmi, kiyimmi, jismmi, apparatmi doim qadrlangan va qimmat bo'lgan. Shundan kelib chiqqan holatda izoh beraman har bir kassetamizga. Biz ishlatayotgan kassetalar 3 qatordan e'tibor qilgan bo'lsangiz, 3 qatordan ikki tarafda 6 qator bo'ladi. 6 qator tikilgan kassetalarimiz shaxmat obrazniy deymiz, ya'ni bir qatordan terilmaydi, shaxmatga o'xshab terilgan bo'ladi. Va bu tri-staple deydi, ya'ni 3 qatori 3 xil hajmda tikadi. Ya'ni birinchi qatorimiz o'ta torroq bo'ladi. Yana gemostatik maqsadda deyiladi. Buni qon tomirlarini, mayda qon tomirlaridan qon ketishini kompression, ya'ni ezilib turib tikishi hisobiga qon ketishi to'xtaydi. Ikkinchisi ushlab turuvchi deydi, ya'ni fiksiruvchi qator deymiz. Bu to'qimani bir-biriga shaxmat obrazniy deganimizdagi har xil joylaridan tikib turib mustahkam ushlashga yordam bersa, uchinchi qatorimiz spomagательный deydi, ya'ni qo'shimcha ushlab turuvchi qatorning ustidan yana qo'shimcha qator hisoblanib, bu birinchi qatorga nisbatan, ikkinchi qatorga nisbatan, uchinchi qator ancha orasi masofasi, ezilish masofasi, kassetani klipchalarning ezilish masofasi sal kengroq bo'ladi. O'shaning uchun ham bu ushlab turuvchi qator deyiladi. E'tibor qilgan bo'lsanglar, bu kassetalar hozir sizlarga qo'limizdan chiqarib tikilish variantini, oxirgi variantini ko'rsatamiz. Mana ko'rinyapti. V harfiga o'xshagan holatda tikiladi. O'zi butun ishlatilmagan kassetaning ichida bu kassetaning ichidagi klipsachalar P harfi shaklida bo'ladi. Buni ichidagi suradigan apparatlar jihozi hisobiga yuradigan qatori bor. Bu qator shu klipsalarni surib keladida,
shu V harfiga, ya'ni tikish holatiga olib kelib tugaydi. Shu holatda to'qimalarni mustahkam, siljimagan holatda, chiqib ketmagan holatga olib keladi va bu tikilgan ichki a'zolarni bir butunligini ta'minlab berishda eng zamonaviy usulligi tikadigan apparatlar hisoblanadi. Bu oshqozon ichak traktida lineyniy deydi, ya'ni chiziqli degani, bu ko'rib turibsiz, artikulyatsionniy. Bunaqa qobiliyati bo'lgani uchun ham bu kasetalar qimmatroq. Ko'rib turganingizdek, bu yoqqa egiladi, har xil pozitsiyani oladi. Endi shu kasetani primoy deymiz, ya'ni egilmaydigani bor, artikulyatsionniy bo'lmagani bor, to'g'ri. Unda xirurg qiynaladi, to'qimalarga noto'g'ri tikadi va bitta 5 ta ketish kerak bo'lgan joyda 10 ta ketadi. Xarajatlar yana ham ko'payib ketishi mumkin. Bu tikiladigan apparat oshqozonni kecha tushuntirganimizdek katta kichikligiga qarab turib soni ko'p ketadi. Shundan kelib chiqqan holatda bu kasetalarni ishlab chiqaruvchi firmalari bor. Ishlab chiqaruvchi firmalar Amerika, Germaniya, Hindiston bor, Xitoy bor va boshqa davlatlarda ishlab chiqarilgan turli xil kasetalar bor. Xitoy o'zida 20 xil turdagi kasetalar bor. Amerikada, Germaniyada 2 xil turdagi kasetalar ishlab chiqariladi. U kasetalarni o'ta qimmatliligi har bir ishlab chiqarilayotgan kasetani insonni hayotida tatbiq etib, uni organizmiga ziyonini yo'qligini tasdiqlagungacha bir dona kasetaga ketgan xarajat vaqt baholanadi va uni shu kasetani ishlab chiqarilgani ustiga qo'yiladi. Endi buni deylik, bitta Xitoy korxonasi oldida shu amerikanskiy kasetani deylik olib turib, o'ziga shuna kopiya qildi, analog qildi. Ya'ni xuddi o'ziga o'zi qildi. Lekin u tajriba qilib ko'rgani yo'q, odam ustida sinab ko'rgani yo'q va buni organizmga ziyonsizligini isbotlash uchun vaqt sarflagani yo'q. Lekin xuddi o'zini sostavi bo'yicha bir xil qilib ishlab chiqaradi. O'z-o'zidan vaqt yo'qotmadi, sarf xarajat qilmadi. Shuning uchun bu xarajatni kamaytirib turib, 2 barobar arzon sotsa, qolgan sotib oladigan xirurglarga bu qulaylik tug'dirgani uchun ko'pchilik sifatsiz holatdagi bo'lgan yoki arzon bo'lgan Xitoy kasetalarini olib qolishiga sabab bo'lib qoladi. Va amaliyotdan keyin bemorlarda noto'g'ri ishlatilish yoki turli xil tartibsiz holatda, sifatsiz holatda ishlatilgan jihozlar bilan foydalangani uchun bemorlarda, amaliyot o'tkazgan bemorlarda turli xil asorat bo'lishi mumkin. Bu turli xil asoratlar qon ketishi, choklari ochilishi, bu o'ta xavfli asoratlar hisoblanib, siz amaliyot uchun umumiy sarflagan pulingizni 2-3 barobar sarflab chiqarib oladi kelajakda. Bu eng muhim holatda. Siz vaqtida murojaat qilib, shifokorga vaqtida ko'riklardan o'tib, asoratni bartaraf qilishga kurashsangiz, xudo xolasa shu asoratlardan qutulgan holatda sog'lom hayot kechirishga yordam bo'ladi. Lekin menga afsuski, hammamiz har xil holatda yashaymiz. Finansiy muammolarimiz bo'lganligi uchun bemorlarimiz o'z vaqtida murojaat qila olmaydi. Murojaat qilgan taqdirda ham asoratni o'z vaqtida bartaraf qila olmaydi. Shuning uchun amaliyotni tanlayotganda, rozilik bildirayotganda, o'z sog'lig'iga befarq bo'lmagan holatda narx-navosiga e'tibor qilinglar va qo'limizdan kelgan yordamni xalqimiz uchun yordam qilamiz. Biz ham boyaga aytganimizdek o'z vaqtimizni, ilmimizni, sarflaganlarimizni bu amaliyot ustiga narxga qo'ymaymiz, chet elliklarga o'xshab. Ya'ni bir amaliyotimiz 3.000, 3.500, 5.000, 8.000 dollargacha olmaymiz. Xalqimizni sharoitiga kelib chiqqan holatda o'rtacha narx qilib, xarajatlar qoplaydigan holatda qilib, xudo xolasa yordam beramiz. Sog'lig'iga befarq bo'lmanglar. Qo'limizdan kelgancha jamoamiz bilan sizlarga sog'lom hayot kechirishingizda, semizlik va qandli diabetni asoratlarini oldini olgan holatda hayot kechirishingizda biz jamoamiz bilan kurashamiz va doim yordamga tayyormiz. Sog' bo'ling. Rahmat katta. Ma'lumotlarni oldinglar. Endi savollar bo'lsa tez o'qib olamiz. Assalomu alaykum. Rosa qo'rquv kuchli menda. Borishim kerak.
kelaverasiz, yordam beramiz. Ro'za ha bor. Kollagen ichdi vaqti teriga yana shu yorilish ham ketar ekanda. To'g'ri, Adolat opa, kollagen ichsa yorilishda ketadi. Teridagi mana bunaqa trishinalar ketadi bemalol xohlasa. Mana yorilishlar bemalol ketadi operatsiyadan keyin. Kollagendan vaqtida ichilsa. Kuzanajiz to'xtamaydi baribir. Kam ovqatlanish-ku qanday to'xtaydi? Shuning uchun 25 kilo ortiqcha vazn bilan operatsiya qildirsangiz 0.7-20 eng kamida. Shunda to'xtaydi. Siz o'ylaysiz, ovqat yemayman deb o'ylaysiz, lekin juda kamdan kam holatda O'zbekiston sharoitida ovqatlanib rosa ham kaloriyasi ko'p. Shuning uchun undan cho'chimasangiz bo'ladi bemalol. Ayol kishi ekan, shifo bersinlar, rahmat katta Ro'za opa. Assalomu alaykum, Muhammadulloh, yaxshimisiz? Burdan keyin operatsiya puli qancha bo'ladi? Pastda telefon nomer qoldirdim, Iroda opa, telefon qilinglar, ma'lumot beramiz. Faqat promo tugagandan keyin borlarga shukr, rahmat katta. Teshilgan joylar shiram bo'lib qolmaydi. Teshilgan joylarimiz shiram bo'ladi, lekin 3-4 oydan keyin o'sha sekin terilar joyiga chiqib kelib ketadi. Bitta. Chok bo'ladi. Faqat negativ o'ylamayman, o'sha bu yer tikib yopib bo'lindi. Endi pershatka yechib tashlab nima qilyaptilar. Sirazi pershatkasi yo'q ekan deb boshlashdi hozir. Tagida kir bor. Shunaqa. Choklar bitib ketadi xohlasa, o'sha bemor uyg'onishni boshladilar. Ancha bu yoqda biz ishimiz qolmadi, ketdik. Savollarni o'qib javob beramiz. Qanday qilib olinadi oshqozon? Shu kichkina teshilgan joydan olib chiqiladi. Oshqozonni ko'rdinglarmi? Ha, oshqozon. Olingan oshqozon ko'rsataylik. Mana olingan oshqozon. Savollarga javob beramiz endi. Savollar bo'lsa yozib qoldirasiz. Qanday qilib olinadi oshqozon aytib o'tdik. Keyinchalik oshqozon katta bo'lib ketmaydi. Oshqozon qisman kengaydi, lekin hozirgi holatdagidek juda katta holatga kelib ketmaydi. Sog'liq. Xo'p, yana qanday savollar bor? Teri nimada tesh volasizlar? O'zini maxsus apparatlari bor-da, shular yordamida teshiladi. Qon tomirlarini jarohatlamagan holatda u apparatlar shunaqangi aqlli apparatlarki, qorinni teshib o'tgandan keyin pichoq qaytib kirib ketadi ichiga. Ya'ni ichkariga kirib yana zaharlab qo'ymaydi ichkarida qon tomirlarini. Shunaqa maxsus o'zini apparatlari bor. Xo'p, savollarni davom etamiz. Hozir operatsiya necha pul? Pastda nomer qoldirdim, Malika opa, telefon qiling. Xo'p, davom etamiz yana savollarni. Operatsiyadan keyin qancha vaqt yotiladi, qancha vaqtda o'zidan asrab yuriladi? Operatsiyadan keyin Malika opa 2-3 kun klinikada bo'lasiz. 1 oygacha bo'lgan paytda o'zingiz ehtiyot qilishingiz kerak bo'ladi. Nimadanki, qo'shimcha jismoniy mehnatlar qilmaysiz, ya'ni og'ir yuklar ko'tarmaysiz va shamollab olmaslikka e'tibor qaratish kerak bo'ladi 1 oygacha. Undan keyingi bo'lgan tartibda o'sha bir xilda o'rganib moslashib ketasiz, lekin ungacha bo'lgan paytda shu 1 oygacha o'zingiz ehtiyot qilib turish kerak bo'ladi. Ishga 1 haftada bemalol chiqsangiz bo'ladi. O'qituvchilar, salonda ishlaydigan, yengil ishda, ofisda ishlaydiganlar bemalol ishga chiqsanglar bo'ladi 1 haftaning ichida. Juda ko'p, masalan, kosmetologlar bor. Zakazlari ko'payib ketadi, klientlari ko'p, kelib operatsiya qildirib, ketib, o'sha 3 kun 4 kunda to'la ishga chiqishgan. Juda deyarli hammasi shunaqa bo'lgan. Hoji aka, sarnoz qolganda ham yotiladimi, qanchadir vaqt? Sarnoz nima yozibdilar? Yo, undan keyin yotilmaydi, bu haqida tushuntirib o'tdim. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, Alloh razı olsun, rahmat katta. Qancha vaqt parhez? Parhez vaqti 1 oy, 1,5 oy, 2 oygacha davom etadi. Asosan 2 hafta qat'iy dieta bo'ladi. Faqat ovqatlarni bulyon ichiladi. Undan keyin ratsion o'zgarib kengayib boradi. To 2 haftadan keyin to 1,5-1 oygacha ovqatlarni jiddiy, quyuq, chechivchni suv shunaqa holatda iste'mol qiladi. Undan keyin sekin-sekin ovqatga o'tib ketasizlar. Uyda tayyorlangan домашний ovqatlardan ishni boshlasangiz bo'ladi bemalol. 1,5 oydan keyin yengil hazm bo'ladigan ovqatlar, qattiq ovqatlar emas, qotirma, osh, shunaqa shashliklar mumkin emas, somsalar biz aytaylik. Biz dasturxonda
somsa, shashlik, oshlar siz tasavvur qilib bo'lmaydi-yu. Shuning uchun bunaqa ovqatlardan ozgina cheklanib turiladi. Teri osilib qolmaydimi? Teri osilmasligi uchun teriga o'xot qilish kerak bo'ladi. Kollagen ichish kerak bo'ladi. Juda ko'p bemorlar kollagen ichib rezultati zo'r olishgan. Vitaminlar, kollagenlar ichib ozgan bemor bilan hech nima ichmasdan shunday ozgan bemorni yonma-yon qo'yib qarashanglar ancha farqi bo'ladi. Yuzlari tiniq bo'ladi. Vitaminlar ichib, kollagen ichib ozgan bemorlarda. Qo'llar qachon yechiladi? Qo'llarni yechib bo'lishdi o'zi opa. Necha foiz oshqozon olinadi? Oshqozon 70-80% qisqartiriladi. Nimaga teshik 3 ta bo'lmaydimi? 3 taligi ham bo'ladi. Bemor vesiga holatiga qarab bo'ladi 3 taligi ham. 5 taligi ham bor. Bu operatsiya murakkabligiga, ehtiyojiga qarab qilinadi. Boylab qo'yilibdi. Boylab qo'yilgan, endi yechilgan. Siz ham qo'lingiz boylangan opa? Bemor o'zida bo'lmaydi. Qo'lni ko'tarib olish ehtimoli bor. Shuning uchun ko'targan paytida harakatlanib qo'shimcha muammo o'tishi mumkin. Ya'ni ish qilinyapti-yu. Birovga mushat berish mumkin, masalan, ministerlik bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bog'lab qo'yiladi. Siz uxlayotgan bo'lasiz boylanganda. Juda uyg'onligingizda ham boylanadi. Manzil Toshkentda, Yunusobod tumanida, Malika bozor ro'parasida. Salom Marjon aka, assalomu alaykum, alaykum assalom. Okey, yaxshimisiz Marjon aka? Sog'ligingiz yaxshimi? O't qopida tosh bo'lsa olinadimi? Olinadi albatta. Bir vaqt o'zida o't qopida toshchi bitta operatsiyada olsa bo'ladi. Narx qancha aka? Aka, hozir Ramazonda skidka bo'lyapti. Pastda nomer qoldirdim aka, aloqaga chiqing. Shikoyatingizdan vazndan kelib chiqib, xudo xolisa gaplashamiz ahvolsi. Yaqinda grija operatsiya bo'ldi. Qachon mumkin endi operatsiya? Grija qanaqa operatsiya? Sitga qo'ydirdingizmi yoki pazonojlikdan operatsiya bo'ldimi? Qanaqa grija bilan bo'ldi zopa operatsiya? Qanaqa usulda bo'ldi? Endoskopik usuldami yo laparoskopikmi yo ochiq usuldami? Assalomu alaykum, mana borishim kerak, lekin rosa qo'rquv kuchli. Qo'rquv hamada kuchli. Bankda ishlaydiganlarchi, ichib ketaverasiz opa bankka bir haftada bemalol. O'sha bir haftaga balanchni o'chirsangiz, bemalol ichib ketsangiz bo'lardi keyin. Aka tugatib oldilar. Ana videoni o'tkazib berasiz, boy gapirganlarni o'g'loding. Alohida. 5000? 10000 beraman aka. Ozgandan keyin teri osilib qolmaydimi? Yo'q, bu haqida ma'lumot aytdim. Teri osilmasligi uchun teriga o'xot qilinadi, kollagenlar ichiladi. Operatsiyadan qanaqa kasallar bor insonlarga mumkin emas. Operatsiya yuragida jiddiy nuqsoni bor kasallarga mumkin emas. Oyog'ida varikozi juda kuchli bo'lsa mumkin emas. Qoni kam bo'lsa mumkin emas. Asosiy to'xtatadigan narsalar qolgan vaziyatlarda amalasa bo'ladi. Qancha vaqt yotish kerak operatsiyada? Keyin operatsiyadan keyin 2 kun yotasiz. Pastda kecha operatsiya bo'lgan bemorlar bor. Kecha 3 ta operatsiya bo'lgan. Narigi ikkita qizimiz videoga tushgan, o'rnashmaydi, lekin bitta otaxon borlar. 140 kilolik promofil qilganmiz. Shu aka bilan pastda hozir gaplashamiz. Kuzatishda davom etibsan. Savollar tugatib olaylik, pastga tushamiz keyin. Quvadan salom, yaxshimisiz? Qalaysiz opa? Opa doim kuzatadilar bizni. Jonlar sog' bo'lsin. Oshqozon operatsiyasi, oshqozon qisqartirish operatsiyasi shunday aka. Assalomu alaykum. Farg'onaga ham kelasizlar. Farg'onaga haftaning o'rtasida borish reja qilyapmiz. Shu haftaning o'rtasida. Agar ko'ruvga kelmoqchi bo'lsangiz, pastda nomer bor. Telegramdan yozing, imkon bo'lsa telefon qiling. Qabulga yozib qo'yamiz, borib xabar beramiz. Kelsangiz, xudo xolasa maslahat qilamiz. Bu ishingiz davomida hayotdan ko'z yumganlar bo'lgan o'zi savolim uchun. Yo'q, xudo xolasa. Qanday diabet ikkinchi tipdan butkul yaxshi bo'lib ketadimi odam? Ha, albatta, faqat uni ko'rsatmasi bor. Bemorda qanday diabet operatsiya qildirish uchun 20-25 kg ortiqcha vazn bo'lishi kerak. Operatsiyadan keyin bemor 20-25 kg vazn yo'qotadi. Shuning uchun vazn ortiqcha vazni borligi uchun tavsiya qilinadi. Ortiqcha vazni bo'lmasa, ortiqcha vazn yo'q bemorlar Men 82 kg, meni ham operatsiya qilsa bo'ladimi? Bu uzunligini yozib qoldiring bir vaqtda. Pastdagi otaxon bilan gaplashamiz. Savollaringiz bo'lsa, operatsiya bo'lganlarga, kecha bo'lgan operatsiya, mana o'zi otaxon xabarlari yo'q. Bir yarim oy oldin bo'lgan bo'lsangiz, opa
ozgina to'xtab turing. 2 oy bo'lsin, keyin qildirishingiz bo'ladi. Bu ham anaqa yomon narsa emas, kelib qildirishingiz bo'ladi. Holatingizga qarashda, imkoniyatingiz, moddiy imkoniyatingizga qarashda. Xo'p. Qaysi xonadonlar? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Mazangiz yaxshimi? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz, tinchlik aka? Assalomu alaykum. Tinchmisiz? O'zi yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat. O'tirimiz yengilgina bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, bersanglar bo'ladi. Kecha operatsiya qildik. Qancha ketibdi o'zi? 140 bilan kirdi operatsiyaga. 3 ketibdi. 3 kilo, 3,5 kilo ketibdi. 136,5 kilo. 36,5 shunday. Holat qanaqa? O'zi qanaqa? Вообще zo'r buni. Og'riqli yo'q, boshqa. Yettachiroq qilish kerak ekan. Yettachiroq qilish kerak ekan. Yettachiroq qilish kerak ekan. Bu ana artistlarni reklamasi bor-ku. Va diabet deydi. Xurupqa bu artistlarga qilib yurishsa bo'lmaydi. Shuni reklama qilgandan ko'ra 1 million, 2 millionga olamiz, ichamiz, achchiq narsalar, o'tlarni yog' ketkazayotgan detox deydi. Shu artistlar o'ziga to'q odamlar, nima qiladi, kambag'allar unday qilib sarson bo'lib deyman-da. O'shalar reklama qilib nima qiladi? Qo'yib bizga o'xshaganlar olamizda majbur o'shalar. Buni boshqa yo'li yo'q ekanmi? Ozishni boshqa yo'li yo'q ekan, hammasini qilib ko'rdik. Endi mana 2 kunga mana odam yengilgana. Oldin bir misol 5 kilo bes ozish uchun nima qilgansiz? Qancha mashaqqat qildi? Qancha mashaqqat qilganmiz. Qiynalib ketganmiz, ozimizdir. Bir kun yeganmiz, yana qisqartirganmiz, yana hashar-pashar ishlab yeb qo'yganmiz, yana uni ko'payib olaverganda. Shunday narsa ekanda bu. Xudo endi og'riqlar rostdan yo'q-a, o'ziga operatsiya bo'ldingizmi rostdan? Mana ko'rsatda qorni ko'zga mana operatsiya bo'lganlar ekan mana. Ertalab shilonka olgandan keyin odam o'ziga keldi. Bari uncha bilinmadi shilonka ham. Xohlasa. Savollaringiz bo'lsa yozib qoldirsanglar bo'ladi. Qachon qildirsa bo'ladi? Malika opa, kelavering. Anaqasi. Telefon qizil bo'lsa qilishmasa, telefon qilishyapti qizilni. Narxini ayting, pastda nomer bor opa, telefon qilinglar. Reklama pul ishlashi yo'lida. Shunaqa Dildor opa reklama qilib ishlashyapti-da. Eng qizig'i bariatriyani ham reklama qilishyapti. Agar yangi yosh doktorlar, artistlar reklama qilyapti. O'zi boshqa odam operatsiya qilganda. Umuman boshqa odam operatsiya qilgan, boshqa odamni borib reklama qilib beryapti. Pulchi u o'zini doktorinalar operatsiya qilgan doktor. Men sahrim oshib ketib qoldi, boyagi choyni ko'rsatib reklama qildi. Ana u qalpoqdagi qorinboy odam reklama qildi-ku. To'g'ri. Men o'shani gapiga kirib, men sahrim oshib ketdi dorini ichmay. Choyni ichib. Uni ham 1 million qanchaga oldim. U ishlamagan mamlakat chiqib qo'ygan, qonni analizini olib, to'g'ri ko'rsatmaydigan, ichiga tiqib yorgan uni ham. Men aytdim, shu ham ishmi? Aldamchilik bo'lmasa-da yo'q. Shu. Onam borishim kerak, yordam kerak bo'lsa kelaverasizlar. Mana bemorni bir kundagi holatlari, endi xohlasa. Kelinglar. Hech qanaqa reklama yo boshqa emas, mana to'g'ridan-to'g'ri kirib olyapmiz. Akin o'zidan xabaringiz ham yo'q-da, aka. Men bilmasdan bexosdan sahir bo'lib qoldim-da, qarang endi. Mana hozir endi sahir ham yo'q. Endi olib tashladi o'sha sahirni ham. Doktor aytadi, 6 oydan keyin toza yaxshi bo'lasiz. Oldingida varingiz, asaringiz, hammangiz yeyveradi. Sut qaymog'ingizni yeyverasiz deyapti. Zo'rda endi bu. Hayotga intilasiz. Endi kim qancha yashashini bilmaydi, lekin nima deydi? Bir kun yashasangiz ham yaxshi yashang. To'g'ri. Endi kasal bo'lib, sahir bo'lib, qo'l yara bo'lib, oyoq yara bo'lib, yotib qolib, oyoq har kecha zingillab og'rigandan ko'ra nima kerak? Og'riydi oyoqlar. Mana shu o'xshammi og'rigan oyog'im masalan. Maza qilyaptim. Xolasa. Zo'r, shunaqa gaplar bizning bemorlarda. Yordam kerak bo'lsa, aloqaga chiqaversa, necha pul, men ham borishim kerak. Narx-navo haqida pastda nomer bor, telefon qilsangiz ma'lumot beramiz. Allohim shifo bersin. Rahmat katta. Arifjon aka, sizni taniyman aka. Anchadan beri gaplashamiz. 150 kilo vazn, hali ham 150 da turibsiz ekansiz. Aka, telefon qiling, agar qildirish niyatingiz rostdan jiddiy bo'lsa, aka, keling aka, klinikaga maslahat qilamiz. Yo telefon qiling, dildan suhbat qilamiz aka. Hech qanday og'riq bo'lmaydimi? To'g'risini aytinglar. Qarang, Malika opa, erkak kishilarda og'riq
kam bo'ladi. Chunki erkak kishilar og'riqqa bunisiga chidamli bo'lishadi. Kecha zo'r bo'l. Ketdim gaplashib turishdi-da, burnimga bir narsani olib qo'ydi. Bilmayman qolgan narsalarni. Bir uyg'otishyapti, menga gapirib. Operatsiya payti og'riq bo'lmaydi. Operatsiyadan keyin uyg'onganingizdan keyin og'riq bo'lsa, og'riq qoldiruvchilar qilinadi. Yo'q, shu oqshom bittagina urdi soatning ichida. Birlaga unchalik ham og'riq yo'q edi. Bitta urib qo'ying dedim. Hamma har xil his qiladi-da, og'riqda degan bemorlar. Kecha bitta bo'lsa cho'p ketarkan-da. Ha, qizlar kelishadi. Sharoit zo'r, xonalar, lyuks, hamma narsa bor. Faqat bir hafta o'qimasaganda ular 3 kunga tepaygan doim. Bir hafta nima qilasiz? Zerikishib boshlaysiz. Nima qilasiz? Mana qarindoshlar kelib ko'rganim masak. Ha, shu. Ovqat, sen bola ovqat yegiz kelmas ekan mana. Ittilar ozroq ovqat вообще yegiz kelmaydi. Bu paytgacha qancha narsa tiqib tayyorlardik. Kim qildisa, sharoiti bo'lsa qildirganga kelmaydi. Bitta kasal bo'lib sanatoriyaga o'tsang ham 8-9 million ketadi. Bu odamlar buni ko'rib gaplashib turibsizmi hozir? Ha, hozir promo efir qilyapmiz. 27 kishi bizni kuzatyapti. Da, og'riq bo'ladi. Hammada har xil bo'ladi. Misol uchun keserva bo'lgan ayollar ko'p aytadi. Misol ayollar so'rayapti, shuning uchun ayollar haqida aytaman. Keservadan ancha yengil bo'lar ekan deb aytishadi. Shuning uchun og'riq bo'lsa, qilsa nazorat qilinadi, xavotir olmang. Mayli do'stlar, siz ham naqmang, gaplashib bunaqa yaxshi turaylik. Sog' salomat bo'ling. Bitta intervyu qilamiz hali ketishingizni oldin chiroyli qilib, ha? Amani bir 90 kiloga tushirib o'zida qo'yganingizdan keyin intervyu 3 yoshli to'ylar ushlab olsa. Ay, bo'ldi, gap yo'q. Zo'r bo'ladi aka, qilamiz to'g'risi. Kechagi operatsiya qilgan inson, kechagi promo efirdagi akamiz shular. Zo'r insonlar ekan, ochiqcha gapirdilar. Ayollar bor unashmaydi-da. Bu ekranni qilmasdan, ekranga ko'rsatmasdan so'raymiz hozir bo'pti. Ayollar bor, nima qilishyapti ekan? Opa, qandaysiz? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasizmi? Qanday taassurotlar? Videoga olmayman. Savol berishyapti. Jihatliroq gapirsangiz ovozingiz eshitishadi. Mayli, yuzingizni olmaymiz. Taassurot qanaqa bo'ldi? Kecha operatsiya bo'ldingiz. Bugungi holatingiz qanaqa? O'zingiz qanaqa his qilyapsiz? To'g'ridan to'g'ri kirib keldim, hech qanaqa nima edi? Opani ogohlantirmaydi. Yaxshi, rahmat. Qanaqa? Yaxshi. Og'riqmi yo'qmi? Endi sal og'riq bor unda. Operatsiyadan keyin. Sherigingizda qanaqa bo'ldi? Ular ancha yaxshi, mendan yoshlar. Sizdan yaxshimi holatda? Mendan yaxshi holat. Yoshga ham bog'liq ekan. Lekin og'riq unaqa qo'rqinchli emas. Men o'ylagancha emas. Umuman boshqacha tasavvur qildim, yaxshi. Boshqacha tasavvur qilamangiz. Kuchli bo'ladi deb o'ylayman. Juda kuchli. Rosa promo efirda ham yozishyaptilar, og'riq qattiq bo'ladi, boshqa yozishyapti. O'zi amaki aytyaptilar, og'riq, har xil his qiladi. Misol hamma har xil, baribir endi organizm hammaniki har xil, kimdir og'riqcham bo'ladi, shunaqa. Yo'q, og'riq yo'q. U darajada og'riq yo'q. To'g'risiga chiqmadingizmi? Chiqdim. Necha kilo ketibdi? 4 kilo. 4 kilo. Necha kilo? 106 kilo. 106 bilan 102 chiqdim. 102 chiqdi, mashalloh, zo'r. Ertalab 101 chiqdim. Endi hozir esa kapelni. Kapelni. Mana, rostini ayting, 4 kilo o'zish uchun nima qilgansiz? Hayotingizda qancha vaqtingiz ketgan? 4 kilo o'zish uchun. Mana shu ro'zada ham tarozim bor, uyda chiqaman. Bir kun 103 kilo bo'ldim. Shu 11 kunmi bo'lganda. Keyin voy 3 kilo ozibman deb xo'jayinga shuni aytsam, ha yaxshi. 3 kilodan ozib tursang ham dedi, keyingi kun chiqsam 105 kilo chiqdi. Qaytib qolibdi o'rniga. Keyin aytdim, buni yo'l bilan ozish qiyin ekan. Bo'li 40 yoshdan keyin ayniqsa qiyin ekan, nimalar sekin aylanib, oxiri shu durustdek tuyuldi menga. Yaxshi. Unaqa qo'rqinchli og'riqli joyi yo'q. Xohlasa. Maslahat beraman.
Men o'zimni qiynab yurgan ekanman. 1 yildan beri shu 1 yil oldin kelgandim. Yaxshiroq natijaga chiqardim, lekin endi Xudoni aytgan kun. Xudoning aytgan bo'ladi, to'g'ri. Nasib qilgan bo'ladi-da, balki hammamiz ming o'ylaganimiz bilan Allohning rejasi bo'ladi, baribir bizniki. Xuddi shunaqa. Alhamdulillah, yaxshi. Hozir faqat suv bulyon ichyaptilarmi? Ha, shunaqa. Bulyon, ovqatlarni bulyoni mana. Ko'rsataman, ovqatlarni bulyoni, Actimel, suv, shular asosan. Bu bemorda ham xuddi shu mana. Hammada shunaqa holat. Yo, turarsin bo'ldi, rahmat qo'yib, hijob qilmay qo'ying. Mayli, dam olaveringlar, rahmat. Assalomu alaykum. Operatsiyadan keyin necha kundan keyin bulyonchilar operatsiyadan keyin bugun ertalabdan tish boshlashgan, kecha bo'lgan operatsiya. Chiqib, kechqurundan ichishgan, suyuqlik ichishgan, bugundan shu bulyonga o'tishdi. Aka javob berasizmi? Savollarni o'qib tushyapman, aka. Aka tirnoqqa qilib ves olib bo'lmaydimi? Tirnoqqa qilib ves olish haqida so'rayapsizmi, aka? Aka bu yerga kelgan bemorlar hamma yo'l qilib ko'rishgan. Siz o'ylaysiz, siz bunaqa katta emasda, bunaqa qiyinchilik yo'qda. Siz sog'ligingizda, misol shikoyatingiz yo'q, o'zingiz erkak kishisiz-da, o'zingiz zo'r his qilasizda. Shuning uchun erkak kishilarda juda anaqa bo'lmaydi. Misol bo'yi 170 bo'lsa, 100 kilo bo'lsa, muammo emas erkak kishi uchun. O'zini zo'r his qilib yuraveradi. Umuman bilmaydi. Lekin ayol kishiga bo'yi 170 bo'lsa, 100 kilo bo'lsa, xilqati nozik bo'lgani uchun ayol kishilarda ancha muammo bo'ladi. Akada 140 kilogramm, bo'ylari 170. Bu yoshlari kattada, endi nima qilsin? Zalga borib, nima qilishga toqatlari yo'q, sog'liklari ko'tarmaydi. Misol u siz aytayotgan usullar yosh odamlar uchun to'g'ri. Misol Instagramda bor, men ham ko'raman, sport bilan shug'ullanib, boshqa qiladiganlar. O'zbekistondan yo'q, borib shunaqa qilib ozayotganlar juda ham kam. Misol chet elda bitta rus akaniki bor, shunaqa katta vesteklarni ozib sportlarni qilishadi. Uning uchun aka hayotdan uzilish kerakda, o'sha sport zalda yashash kerak bor. O'zbekiston sharoitida farzandli bor, tirikchiligi bor, ro'zg'ori bor, ishi bor odamlar o'zi uchun, sog'ligi uchun juda ham kam vaqt ajratishadi. Misol oddiy o'zingiz kasal bo'lsangiz ham больницаga ertaga borishim kerak, indinga borishim kerak. Oxiri bir hafta 10 kundan keyin o'tib keyin borasiz yoki-da kasalingiz kuchliroq og'riydi, keyin majbur borasiz-da, ishingizni tashlab boshqa qilib, ishxonadan ruxsat olib boshqa qilib. O'zbekiston sharoitida juda ham qiyin sport bilan ozishni ozganlar bor. Zo'r ozganlar bor, lekin hamma ham emas. Hammaning organizmi har xil, hammaning imkoniyati har xil. Puli bo'lishi mumkin boshqani, hammada har xil aka. Shuning uchun bu Islomjon aka hammada har xil. Bu yo'l to'g'ri yo'l. Assalomu alaykum. Operatsiyadan keyin necha kundan keyin bulyonchilarda buni o'qidim. Bemorni ko'rsating. Ko'rinish xolamayaptilar bemor. Shuning uchun ko'rsata olmaymiz. Sizlar to'g'ri tushuninglar. Sizlar o'zingizni oyingiz bo'lishi mumkin, yaqiningiz bo'lishi mumkin. Xolashmayapti ko'rinish. Bo'ldi, nima keragi bor ko'rsatish? Ko'rinadigan odam chiqib gapirdilar mana, uyalmasdan. Nasib qildiraman inshaalloh. Malika opa shunaqa aloqasiz bo'ladi. Zetillo aka. Mana shu Zetillo aka 150 kilo bo'lganlarda, pastda endi hozir ko'ryaptimi yo'q bilmadim. 150 kilodan 70 kiloga ozganda shu aka. Misol Farg'onalik aka, misol direktdan yozing, nomerlarni ham beraman. Shu telefon qilib gaplashingiz bo'ladi. Aka ham hamma yo'lni qilgan, sportda ham qilgan, boshqani ham qilgan. Mana 130 kiloman Hilol opa. Yozibdilar. Mana ham qildiraman inshaalloh, ertaga harakat qilaman. Harakat qiling, Nurish. Telefonimni bor pastda, screenshot qilib olsangiz, aloqasiz yordam beramiz. Ilohim omadlarni bersin, tez orada ushlasam nasib bo'lsa, rahmat katta. Aka qarang, kelamsiz 8, endi olsam bo'ladimi? Mana o'yinda aytyapsiz, 88 kilo bu katta ves emas-da, Islomjon aka. 88 kiloni bemalol harakat qilsa, o'zimiz sinfdoshlarim ichida ham bor. Bo'yi 170, og'irligi 110 kilo. Mana Ramazon o'tgan Ramazonda harakat qilib oshni 90 kiloga tushaman dedi. Agar tushmasang operatsiya qildiramiz deb haligi hazil qilib, haligi qilib gapirishib qilaman doim. Mana hozir 98 kiloga tushdi 110 dan Ramazon ichida sport, Ramazondan oldin boshlagan sport, fitness, diyeta harakat qilyapti. Bundan ko'p ozmaydi. O'zi ozib kelib bo'ldi, to'xtadi. Oshni bo'ldi, to'xtadim dedi, boshqa yurmayapman dedi. Bo'ldi, shuni ushlab yur deyapman. Sizda ham balki agar bo'yingizga nisbatan olsa, shu ves oxirgi to'xtalgan joydir. Bundan buyog'iga yurish uchun vaqt kerak bo'ladi. Doimiy ravishda bir xilda bo'yim 1.98, ves tashlay olaman.
56 kilogacha tutsangiz bo'ladi Malika opa, 98 bo'lsangiz. Shunda sizda 42 kilo ortiqcha vazn borda, 3-darajali semizda. Massa indeksi 35 dan yuqori. 10 million pulim bor, shu pulga operatsiya qilib berasizmi iltimos? Visol opa yozyaptilar, 4-8. Opa, operatsiya xarajatlari 10 millionga to'g'ri kelmaydi-ku. Imkoniyat darajasida yordam berishimiz mumkin mayli. Xafa qilmaymiz. Telefon qiling, bir maslahat qilamiz opa. Terim osilib qolmaydimi? 30-40 kilogacha uncha osilmaydi. Lekin 1,5 yildan keyin, ozib bo'lganingizdan keyin teri tortiladi o'zi. Vaqt kerak. Osilsa ham tortib joyiga kelish uchun vaqt kerak bo'ladi. Lekin kollagenlarni ichish kerak vaqtida. Teriga xot qilish kerak. O'zini teriga o'qajish kremlar bor, elastigini yaxshilash, shunaqa narsalar tutash kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Har kuni Zavtrakdan avval 7-8 ming qadam yuraman. Nishonov 50. Mana shu ham zo'r mana. Agar aka shuni qilib yurganingizdan keyin kuningiz qanaqa o'tadi ekan? Masalan, charchoq, boshqa narsa bo'lmaydimi? Masalan, qon aylanishi yaxshi bo'lgani uchun kuningiz zo'r o'tsa kerak. Masalan, mana shu yerda ham nishonov yozyaptilar 50-50. Nomer qayda yozilgan? Mana pastda turibdi-ku, mana eng pastdan o'qing, mana shu kommentariy yozadigan joy shuna tepasida turibdi. Bu vesim Nigor opa yozyaptilar. 168 bo'y, 138 kilo ves qildirishim kerak. Albatta yordam beramiz. Aka, saxir bo'lib qoldim. Aka, vazn bo'yingiz qanaqa aka? Vazn bo'yingiz ham o'zing harakat qilyapti ekasiz, ozish uchun, boshqa uchun. Vesingiz kam emasmi? Alloh ko'rishish bersin hammaga. Bo'yim 178, 128 kilo, oza olmayapman. Operatsiya qildirsam bo'ladimi? Abdug'ani aka, sizda hozirgi holatingizda necha kilogacha tushmoqchisiz Abdug'ani aka? Agar 80 kilo, 85 kilogacha ozsam bo'ladi deydigan bo'lsangiz, operatsiya qildirsangiz bo'ladi. Agar yo menga 100 kilo kerak deydigan bo'lsangiz, bir o'ylab ko'rish kerak. 80 kilolarga, 85 kilolargacha mayli tushsam mayli desangiz qilsak bo'ladi. Bosh og'rig'i bo'lardi har kuni, ertalab endi zo'r qon aylandi aka. Shunaqa harakat qilsangiz yaxshi qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Ves kamaygandan keyin bosh og'riqlar ketadi. Bosh og'rig'i davleniya hisobiga bo'ladi. Aka, yoshim 16 da, vesim 88 kilo, qancha ves oshiqcha. Bo'yingiz uzunligini yozing aka, Islomjon. Bo'yim 180, hozir dieta qildim, 110 ga tushdim. Xo'p, aka, agar saxir sizning avlodingizda bo'lsa, yoshim 35 da, avlodingizda bo'lsa, saxir jiddiy qarindoshlarda, ota-onangizda yo qarindosh urug'ingizda bo'lsa, operatsiya qildirib saxirni to'xtatish kerak. Chunki avlodda bo'lsa, bu kuchayadi. Yaxshi, oxiri baribir yaxshi bo'lib tuzalib, yaxshi bo'lib ketmaydi saxir. Operatsiya qildirishni o'ylab ko'rishingiz kerak. Agar imkon bo'lsa, konsultatsiyaga keling aka. Yunusobodda klinika, pastda nomer turibdi. Telefon qilsangiz, Telegramda lokatsiya tashlab beraman. Konsultatsiya bepul aka. Kelib bir gaplashib, faqat analizlari bor. Analizlarni o'zingiz bilan olib kelsangiz bo'ladi. Vaqtdan o'tish uchun glikerin, gemoglobin, S-peptid, insulin degan analizlar bor. Shu analizlar bo'lsa, shu saxarda oshqozon usti bezi ishlash faoliyati hammasi ko'riladi. Shunga ko'ra maslahat bersak bo'ladi aka. Operatsiyani zarar tarafi bormi? Umidoman. Operatsiya nomi bilan operatsiya, har bir narsani o'ziga yarasha yaxshi yomon tomoni bor. Yaxshi tomonini o'ylab, o'zini to'g'ri yo'nalishlar bo'yicha tekshirishlarni qilinsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Operatsiyaning zarari, bitta katta zarari bor, ovqat yemaysiz operatsiyadan keyin. Shu zarari 1 yilgacha yaxshi ovqat yemaysiz. Yeysiz, ozgina yeysiz, to'yasiz, lekin bu baribir maza qilmaysiz. Nima qanaqa maza qilmaysiz, qanaqa? Ko'p ovqat yemaysiz, masalan, shiriylaringiz ko'pgina yeysiz, yeysiz, to'yib qolasiz. Bu hamma uchun har xil ta'sir qiladi. Shu, masalan, kimgadir depressiyaga olib kelishi mumkin, ovqat yemayapman deb. Hamma har xilda, kimdir maza qiladi, qutildimi shu ovqatdan deydi. Assalomu alaykum, vaznim 200 kilogramm, bo'yim 1.73, operatsiya qilsam qilmasdan ozsam bo'ladimi? Nima deysiz? Otabek, operatsiyasiz harakat qilsangiz bo'ladi. Bironta fitness klublar bor.
borib o'sha yerda yashaladi. 3 oy, 4 oy, 6 oy kunlik har kuni o'zini bajaradigan mashqlari, kun tartibi bor. Shu tartibi bo'yicha yurasiz. 200 kilo veysizdan misol 1 yilda 100 kilogacha olishingiz mumkin. Shunaqa qilsangiz 1 yilgacha yurasiz, lekin boshqa ish qilmaysiz. Uydan chiqib ketasiz, o'sha yerga borib o'sha yerda yashaysiz. O'sha aytilgan talablar bo'yicha yashaysiz. Shunda shunaqa rezultat olsangiz bo'ladi. 75 kilo sizga norma. Shu bu vazndan 200 kilodan 100 kilogacha ozolsangiz ham katta gap. Bizning bemorlar orasida bo'lgan 220 kilo, 230 kilolik bemorlar bo'lgan. Pastda videolari ham bor, sahifamizga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Ozib, zo'r ozib, misol 190 kilo, 170 kilodan shu 100 kilo ozgan bemorlar bor, 90 kilo, 80 kilo. Siz ham bemor olsangiz bo'ladi, operatsiya yo'li bilan, biz qilayotgan yo'l bilan. Tabiiy yo'llar bilan ko'p vaqtingiz ketadi. Bu operatsiyadan keyin ozgina sport bilan shug'ullanib, shu hayot tarzi o'z oilangiz bag'rida yashab, boshqa qilib bemor olsangiz bo'ladi. Nishanib 50 insulin olmayman. Insulin olmaysiz, u analizda oshqozon usti bezini holatini tekshirish uchun kerak. Aka, tabletka. Bo'ladi aka, tabletka ichish to'xtatamiz. Xudo xolasa operatsiya qildirsangiz, sahar normaga tushadi. Faqat endi uni oshqozonni tushuntirlash operatsiyani o'ziga yarasha pulsimiz tomonlari bor. Kelsangiz uni maslahat qilib tushuntiramiz. Ma'qul kelsa sizga, xudo xolasa shu kasallikdan xalos bo'lishingizga yordam beramiz aka. Bo'yim 1.70, 98 kilo, necha kilogramm ozishim kerak? Ayol kishi va necha darajali semizlik? 28 kilogramm ortiqcha vazn bor, 1-darajali semizlik. Massa indeksingiz 34-33 atrofida chiqadi. Operatsiya qildirsangiz bo'ladi bemalol. Agar tabiiy yo'l yordam bermayotgan bo'lsa, 28 kilo vazn bilan, ortiqcha vazn bilan bemalol operatsiyaga kirsangiz bo'ladi. 70 kilogacha bemalol ozisiz. Даже xohlasangiz ozgina fitness qilib 70 dan ham orqaga yursangiz bo'ladi, harakat qilsangiz. Bu harakatingiz bilan, hech nima qilmasdan shuni yurganingizda ham 70 gacha ozisiz bemalol. Oyiga 6-7 kilodan ketganda ham, misol 28 kilo vaznni qanchada 4 oy, 5 oyda yo'qotsangiz bo'ladi. Islomjon 1.71 bo'yiga 88 kilo. Sizda roppa rosa 17 kilo vazn bor ekan, Islom aka. Operatsiya qilish shart emas, siz shu fitness diyeta qilib mustahkamlang diyetani. Kun tartibingizni yaxshilang. Lekin hammaga tavsiya qilaman, diyeta is crossni. Menga zo'r effekt bo'ldi. Zo'r effekt bo'ldi, lekin aka, men ham operatsiyadan sizga aytayotgan sababi sahringiz borligi uchun xolos. Shu holatda, shu tartibda yursangiz ozisiz, xudo xolasa. Birdaniga tez emas, vaqt kerak, ozisiz lekin. O'zingizni yaqiningizga ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz? O'zim yaqinimgami? Qancha yaqin olib kelib qildirib tashladi bu operatsiya? Bemalol. Sizlar promo efirda ko'ryapsizlar-ku, bitta ikkita bemorlarni vaqti bilan promo qilganimizni ko'ryapsizlar-da. Men shuni ichidaman. Bemor nima qilsa yaxshi bo'ladi, nima qilsa zo'r o'tadi, hamma yo'g'ini bilaman. Shuning uchun bemalol tavsiya qilishim mumkin. Shu darajaga bormaslik uchun odam o'zi vaznni ushlab yurish kerak bir xilda. Misol 4 kilo, 5 kilo vazn ko'paydimi, orqaga qaytarish kerak. Shu vaqt o'zida sraz endi shunaqa bo'lib qoldi deb o'zini erkin qo'yib olib, yana 10 kilo semirib ketavermaslik kerak, vaqtida to'xtatish kerak. Qorinda suv yig'ilishini qanaqa davolasa bo'ladi? Ko'rikka kelsangiz yaxshi bo'ladi. Tele yozib yuboring. Aka, pastda telefon nomeri turibdi mana. Ismoil Nazarov yozilgan, zakrepleniya turibdi. Narxlari bo'yicha 93-401-1050. Telefon qilib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Yoshim 30, bo'yim 1.70, vez 90 kilo, qancha olishim kerak? Umid opa, 20 kilo ortiqcha vazn bor ekan, 20 kilo olishingiz kerak. Operatsiyaga lekin kamlik qiladi deysiz, 20 kilo. Erkaklarga ayniqsa zo'r ekan, doktor birinchi zo'r effektni testosteronni juda ham oshirar ekan, to'ppa-to'g'ri. Sport bilan shug'ullanish testosteronni oshiradi, zo'r. Kuningiz yaxshi o'tadi, bor, vaqti zo'r o'tadi, ertalab yursangiz. 21 yoshdaman. Vesim 95 bo'lgan. Iqboljon aka, sizda o'zi yaxshi ekan holat, ko'p vesmas. Aka, xursand qilish katta motivatsiya uchun. Shunaqa aka, Islomjon aka. Astoydil bo'lavering. Operatsiya necha pul? Shuhratini opa, pastda nomer bor, telefon qiling, ma'lumot beramiz. Faqat promo efirda keyin qiling. Hozir telefon
Shuni telefon qilishyapti, qizil bosib qo'yapman. 84 kiloman, 30 yoshdaman, chaqalog'im 1 yoshda. Qanday dieta qilishim kerak? Diyetani eng asosiy qoidasi kaloriyani kamaytirish. Eng asosiy ozish anaqasi, kaloriya kam kirsa tezroq ozaysiz. Kun tartibi deydigan mahsulotlaringizni ham kaloriyasini hisoblash kerak va rasxod bo'layotgan bir kunda qancha rasxod qilyapsiz, qancha kaloriya ishlatyapsiz harakatingiz uchun. Shuni ham hisoblash kerak-da. Qancha shu kirim kam bo'lsa, chiqim ko'p bo'lsa, shuncha tez ozaysiz, organizmda yog'lar ketadi. Eng asosiy formula shu. Uni o'zingiz hisoblab chiqarib olsangiz bo'ladi. Kun tartibingiz, bir kunda nima yeyapsiz, qancha kaloriya bo'lyapti. Iltimos shu savolimga javob bering. Men 103 kilogram, bo'yim 180. Latof opa 23 kilogram ortiqcha vazn bor ekan. Sizda birinchi darajali semizlik, massa indeksi, tana vazni indeksi sizda 32-33 atrofida chiqadi. Operatsiya agar xohlasangiz qildirsangiz bo'ladi. 75 kilogacha ozib tushasiz, 75 gacha. Oshqozon operatsiya qilinadimi? Ha, oshqozon operatsiya qilinadi. Assalomu alaykum. Meni yoshim 36 da, besim 107, ortiqcha vaznim qancha? Bo'yim 165. 42 kilo ortiqcha vazn bor ekan. 3-darajali semizlikka to'g'ri keladi. Ali, agar ayol kishi bo'lsangiz operatsiya yo'li bilan olsangiz yaxshi bo'ladi. Agar erkak kishi bo'lsangiz tabiiy yo'l bilan harakat qilib ko'ring. Imkoniyat bo'lmasa, oxirgi yo'li agar ishingizga, anaqangizga, karyerangizga xalaqit qiladigan bo'lsa, vazn operatsiya qildirib ishingizni davom etsangiz bo'ladi. Operatsiyadan keyin mashqlar qilinadimi reabilitatsiya uchun? Mashqlar yo'q, faqat yurish talab qilinadi xolos, ortiqcha narsa so'ralmaydi. Kuniga ko'proq yursangiz yaxshi bo'ladi. Aka, yoqasi yugurib, tirnoqqa qilib 17 kilo olsam bo'ladimi? Ha, bemalol 17 kilo olsangiz bo'ladi. Tirnoqqa yugurish shart emas, yuring aka. Yugursangiz ozmaysiz, yursangiz ozaysiz. 10 kilometr yuring piyoda, shag'dam qadamlar bilan yugurmasdan terlab yuring, zo'r ozaysiz. 37, 75, 65, 10 kilogram ortiqcha vazn bor ekan. Rahmat. Massa indeks deganingiz nima? Tana vazni indeksi semizlik darajasini aniqlovchi formula. Misol uchun bo'yingiz 170 bo'lsa, vazningiz 90 kilo bo'lsa, 90 ni 170 ga 2 marta bo'lsangiz, tana vazni indeksi kelib chiqadi. Shu narsani aytiladi. 70 bo'yingiz bo'lsa, 70 kilo normal bo'ladi. Kuzatganlar uchun barchaga rahmat. Shahboz aka, qandaysiz aka? Vazn qanaqa ketyapti Shahboz aka? Necha kilo ozdingiz? Shahboz aka ham operatsiya qilib ketganlar, 150 kilo edilar, adashmasam aka. Aka 150 kilo edsa, yangi yildan keyin bo'ladi. Doktor ertalab 8000 yuraman. Shu kun davomida общий 23-24 ming bo'ladi. Har kuni shu yaxshimi? Vashshi zo'r. Faqat bu sahar davolamaydi aka, bu ozishingizga boshqa yordam beradi. Ozishsiz, lekin siz sahar davolashni o'ylang, saharni normaga keltirishni o'ylang. Bu ozish uchun zo'r. 155 dan 129 ta, mashalloh, zo'ri Shahboz aka. Taassurotlar qalay aka? Hayot qanaqa bo'lyapti? Qiyinchiliklar bo'lmayaptimi? 2 oyda 26 kilo ketdi, brat. Vashshi zo'r. Moshning zo'r aka. Alloh xayrli qilsin, niyatingizga yeting. Bu natija desa bo'ladi mana. To'g'rimi deysizlar? Aka, 2 oy bo'lgan bo'lsa, analizlar kerak. Analizga tushib yuboring. Umumiy qon analizi bilan qorin bo'shlig'ini o'ziga qildirib yuboring aka. Menga Telegramdan tashlab qo'ying. Ko'raylik, qoningiz kamaymadimi, boshqami ko'rib qo'yish kerak aka. O'z yaxshi his qilayotgan bo'lishingiz mumkin, hamma narsa yeyotgan bo'lishingiz mumkin, baribir ko'rib qo'yish kerak aka. Yaxshi, charchamanglar. Kuningiz fajr barakatli o'tsin. Efirga kelayapmiz.